Bugun sizlar bilan iftorlik uchun ajoyib va yumshoq damashq tort tayyorlaymiz. Birinchi ish mikser idishga tuxum va shakarni solib, oppoq va pik holga kelguncha ko'pirtirishdan boshlanadi. Keyin smetana va sodani aralashtirib, yaxshilab ko'pirgan tuxumli massa ustiga qo'shamiz va lopatka yordamida aralashtiramiz. Keyingi navbat quruq mahsulotlarga un, yong'oq va rasoxetinni birga aralashtirib, ularni qo'shib ham aralashtiramiz va ikkita bir xil qolipga qo'yib 160 gradusda pishirib olamiz. Iftorlikka faqat shirinlik kamlik qiladi. Shu sabab biskit pishguncha salom kart yordamida CBC bank hamkorlaridan ovqat ham zakaz qilamiz. Sababi 5% cashback o'zimizga qaytarib beriladi. O'rtma kelguncha krem tayyorlab turamiz. Xona haroratida yumshab turgan sariyog' va 2 xil molokoni qo'shib 2-3 minut mikser qilamiz. Va orada CBC bank ilovasi yordamida balansni tekshiramiz. Ya'ni yillik 12% qoldiqda. Pul kartada yotmaydi, balki ishlaydi. Endi pishib sovigan biskitlarni to'rga bo'lamiz va propitka qilib krem surishni boshlaymiz. Ko'rish propitka krem va shu ketma-ketlikda tortimizni yig'ib olamiz va tortni 30 daqiqada xolodilnikda dam olish uchun qo'yamiz va tortimizni xohishga ko'ra dekor qilamiz. Bu orada esa bizning zakazlarimiz ham keldi. Salom kart, cashback va hatto har qanday bankomatlarda 10 million so'mgacha bepul naqd pul olish imkoniyati. Judayam mayin va hammaga birdek yoqadigan 10 son tortimiz tayyor. Faqatgina iftordan keyin paqqasiga pishirish qoldi. Hammasi oddiy, qulay va foydali bo'lganda naqadar yaxshi.